Yarim kun Instagramga kirmaganim uchun meni nollikka qilishibdi. O'rtog'imdan shunaqa xabar kelsa, hayron qolman. Sababini bilsam, target yoqtiraman, to'lov qilgan ekan bitta qiz. Lekin o'rtog'im uni to'lovini ko'rmasdan o'zini ishi bilan bo'lib Instagramdan javob yoza olmabdi. Va u qiz isterika qilib meni aldadi, bu qiz moshennik ekan deb o'rtog'imni ustidan yozib yuboribdi. Instagramdagi ba'zi bir moshenniklarida halol ishlab pul topayotganlar ham aybdor bo'lib qolyapti. Hozir Instagramda kim ko'p? Moshenniklar ko'p. O'rtog'imga ham rasa yozishadi, moshennik emasmisiz, pul to'lab qo'yganimdan keyin bloklab qo'ymaysizmi deb. Yaqinda o'zim ham bittasidan CapCut Pro sotib olaman deb aldanib qoldim. Pul tashlab berganimdan keyin meni bloklab qo'ydi. CapCut Pro narxini ham juda ham qimmat etdi. Bir oyligiga 250 ming to'lab berdim. Lekin o'rtog'imda bir yilligi 300 ming so'm ekan. Keyin o'rtog'im sotayotganini eshitib, tez undan CapCut Pro versiyoni sotib oldim. Sizlar ham menga o'xshab aldanib qolishni xohlamasanglar, ishonchli komollarni profiliga o'tib olinglar. Sizlarga kerakli bo'lgan pulli programmalarni arzon narxda 1 yillik qilib yoqib beradi. Eng muhimi 100% ishonchli, halol ishlaydi. Yangi biznes boshlayotganlar uchun bo'lsa, professional target yoqib beradi. Maqsadli auditoriya yig'ishingizga yordam beradi. Sotuvingizni 100% oshirib beradi. Agar xohlasanglar, sizlarga ham professional target yoqishi yoki shunaqa pulli programmalar ulab berishi va daromadga chiqishni o'rgatadi. 100% ishonchli, o'zingizga kerak bo'lgan xizmatdan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ahamiyat beryapsizlarmi? CapCut Pro'ni komollardan sotib olganimdan keyin videolarim ancha tiniqlashgan. Rasmga, videoga tushish yoqtiradigan qizlar uchun personani suv tekin narxda yoqtirib olsanglar bo'ladi. Mani singlim yoqtirib olgan, maza qilib ishlatib yuribdi. Aldiydigan moshenniklardan ehtiyot bo'linglar va komollarga podpisatsiya bo'linglar.